Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan dangasalik haqida gaplashamiz. Prokrastinatsiya haqida gaplashamiz aniqroq. Prokrastinatsiya bu dangasalikning bir ajoyib turi. Dangasalik bilan prokrastinatsiyaning avvalambor farqi bor. Aynan dangasalik ko'pincha charchoqdan bo'lishi mumkin yoki inson prosta dangasalik qiladi-da, bu haqda juda bir qayg'urmaydi. Prokrastinatsiya bo'lsa, bu muhim ishlarni keyinga qoldirish. Ya'ni qanaqadir ish muhimligini sezib turibsiz. Bilib turibsiz, shu ish muhim, meni kelajagimga ta'siri bor, meni kelajagimga ijobiy, yaxshi ta'siri bor, lekin baribir qilmayapsiz-da. YouTube'da o'tiribsiz yoki befoyda nimalarnidir ko'rib, befoyda ishlar bilan shug'ullanib o'tiribsiz. Bu narsa, shu ish qoldirish sizga stress olib keladi. Shu narsani prokrastinatsiya deydi. Dangasalik sizda me'yoriy bo'ladi. Ya'ni kuchli bo'ladi, lekin me'yoriy bo'ladi. O'zingizni hayotiy ishlaringiz bilan, prinsipiy mana bu kundalik ishlaringiz bilan, bajarishingiz kerak bo'lgan muhim narsalar bilan siz vaqtingizni o'tkazyapsiz, bajara olyapsiz, qo'lingizdan kelyapti, lekin asosiy loyihalarga hech qo'lingiz tegmayapti. Ya'ni shu keyingi darajada shunaqa bo'ladi inson. Mayda cho'ydalarni bajara oladi-da, asosiy loyihani bajarishga qiynaladi. В принципе, umuman olganda dangasalikni yengish bilan qanaqadir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Shu darajadagi dangasa insonlarda. Endi bu yerda nima qilish kerak? Asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa hayotiy ishlar oqimini ro'yxatga tushirishingiz kerak. Ya'ni kontrolga olishingiz kerak. Nima degani hayotiy ishlar oqimi? Bu degani kundalik ishlarimiz degani. Kundalik ishlarni maksimalli kamroq energiya sarflagan holatda bajarishingiz kerak bo'ladi. Birinchi eng kuchli dangasalar uchun bergan 4 ta qadamim esingizda bo'lsa, o'sha Instagramda, bu yerda qadamlar sal boshqacha. Birinchisi aynan shu bo'ladi. Maksimalli haligi kuchingizni ekonom qilgan holatda shu ishlarni bajarishni o'rganishingiz kerak. Buning uchun bitta bloknot to'g'ri ro'yxat tuzishingiz mumkin. Kundalik ishlarni imkon qadar ertalab qilish kerak bu narsani. Shunaqa gap bor, milliarderlar orasida eshitgan bo'lsanglar, 1 soatlik rejalashtirish 10 kunlik ish o'rnini bosadi deydi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin emasligini men aniq ayta olmayman. 10 kunlik ish o'rnini bosarmikan, 1 kunlik ish o'rnini bosarmikan. Har holda rejalashtirish ancha sizni unumdor qilishi aniq. Shu narsani o'zingiz uchun yaxshilab tushunishingiz kerak. Har kuningizni rejalashtirishdan boshlaganingiz ma'qul. Ertalabmi, kechqurun uxlashdan oldinmi o'tirib ko'p rejalashtirish kerak emas. Oddiy sodda reja qilsangiz ham bo'ladi. Ertaga yoqqa borishim kerak, bu yoqqa borishim kerak. Yozma holatda, sodda holatda bo'lsa bo'ldi. Eng qizig'i, agar siz bu narsaga o'zingizni unda olmasangiz, telefoningizni olishingiz mumkin. Telefonni timerga kirasiz. Timerga kirasizda 5 minut qo'yib qo'yasiz timer. Ya'ni o'zingiz miyangizni oldingiz, dangasalikni shunaqa yengsa bo'ladi. Aynan rejalashtirish jarayonida man deysiz, hozir 5 minut jarayonida, 5 minut mobaynida men bu ishlarimni rejalashtiraman. 5 minut tugashi bilan bo'ldi, rejalashtirishni to'xtataman deysiz. Ya'ni agar timerga qo'ysangiz 5 minut aniq 5 minutga odam o'zini unda oladi. Ya'ni dangasalikni yengish oson, hammasi timer bor men bitta. Miya aldanadi bu narsaga. Shu. Ikkinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish shu darajadagi dangasa bo'lsa, siz ikkinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bu loyihalarni ro'yxatdan tuzishingiz kerak. Loyihalarni ro'yxati degani bu maqsadlarni ro'yxati degani. Qarang, etaplar bor. Orzuni rejalashtirganingizdan keyin u maqsadga aylanadi. Maqsadni detallashtirganingizdan keyin, ya'ni qadamma-qadam yozganingizdan keyin u loyihaga aylanadi. Shuning uchun men ko'pincha maqsad emas, loyiha degan so'zni ishlatishga harakat qilaman. Loyiha konkretni narsa, loyiha bor narsa, qog'ozda bor narsa, plani tuzilgan narsa bo'ladi odatda. Shuning uchun miya loyihani qabul qilish oson, dangasalik kamroq yoqadi. Endi nimaga e'tibor berishingiz kerak? Loyihalashtirishda avvalambor kundalik qilgan ishingizdan tashqari bo'lishi kerak loyihalaringiz, ya'ni maqsadlaringiz. Alohida bitta vatmanni olasizmi, bitta list olasizmi, listga olib yozing. Agar erinadigan bo'lsangiz, yana 5 minut ishlating, 5 minut texnikasini. 5 minutga timer yoqingda, ishlashni boshlang. 5 minut tugashi bilan bo'ldi, to'xtating ish. Ya'ni miyangiz shunaqa qilib olsangiz bo'ladi. Men hozir 5 minut ishlayman, keyin dam olaman. Haqiqatan ham 5 minutdan keyin dam olsangiz, keyingi safar yana miya aldanishi osonroq bo'ladi bu narsaga. Endi loyihalashtirasizda, loyihaga imkon qadar 1 yillik loyihani qo'ying. 6 oylik bo'lsa undan ham yaxshi boshlanishiga. Bu 5, 10 va hokazoni hozircha qo'ymay turish kerak. Agar siz endi bu narsa bilan shug'ullanib turgan bo'lsangiz, ozgina murakkablashib ketishi mumkin jarayon. Mana bu time management,
va hokazolarni ish berishini koeffitsiyenti pastligi, ya'ni ko'pchilik time management bilan shug'ullanishni boshlaydi, keyin tashab qo'yadi. Buning sababi metodlar murakkab. Murakkab formulalar, murakkab qanaqadir sxemalar ishlatiladi. O'zi odam dangasa. Yana o'sha murakkab narsani qilarmidi u narsa. Shuning uchun maksimal soddalashtirishga harakat qilyapman sizlar uchun. Men bu 5 minutlik timer oddiy loyihalar ro'yxati siz uchun yordam berishi mumkin. Ya'ni kunlik bajaradigan ishingiz ro'yxati minimal imkon qadar kamroq kuch sarflab bajarishga harakat qiling bu narsalarni. Energiyani ekonom qilish uchun. Ikkinchisi loyihalar ro'yxatini tuzing. Shuni loyihalar ro'yxatini tuzingda 5 minut texnikasini ishlating. Uchinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa siz o'zingiz diqqat e'tiboringizni yo'naltirishga o'rganishingiz kerak. Dangasalik diqqat e'tibor sustligidan bo'ladi. Dangasalik yana bir marta eshiting. Dangasalik diqqat e'tibor sustligidan bo'ladi. Ya'ni agar siz diqqat e'tiboringiz kuchli bo'lsa, shuning uchun men ko'pincha aytaman, mnemotexnika, ya'ni xotirani rivojlantirish bilan shug'ullangan inson dangasalikka kam uchraydi. Agar stabilni shug'ullanib kelsa, u inson o'zining diqqat e'tiborini nimagadir yo'naltira oladi. Diqqat e'tiborini nimagadir yo'naltira olgan inson o'zini hayolini boshqara oladi. O'zini hayolini boshqara olgan inson o'ziga buyruq bera oladi. O'ziga buyruq bera olgan inson dangasalik qilmaydi. Kamdan kam bo'ladi bu hol. Shuning uchun diqqat e'tiboringizni yo'naltirishga o'rganishingiz kerak. Buning uchun nima qilasiz? Buning uchun mana bitta listochka olib, bitta list olib, o'rtasiga bitta nuqta qo'yishingiz mumkin. O'rtasiga bitta mana bunaqa nuqta qo'yasizda, ertalab 2 minut mobaynida shu nuqtaga xayolingizni qaratasiz. Nuqtaga qaraysiz. Hayolingiz nuqtadan chalg'igan momentda shu hayolingiz boshqa narsaga ketdimi, dibni ushlab yana qaytarishga o'rgansangiz bo'ldi. Asosiysi shu boshlanishiga. Qanaqadir natija, bir haftada natija yoki 3 kunda natija kutish shart emas bu narsadan. Bu uzoq muddatli mashq, kuniga 2 minutdan ko'pi foyda bermasligi mumkin. Ya'ni foyda beradi. 10 minut bajarsangiz ham, 2 minut bajarsangiz ham foyda bir xil deyarli. Bu narsani foydasini 1 oydan keyin yoki 2 oydan keyin bilishingiz mumkin. Faqatgina har kun bajarish kerak. Diqqat e'tiboringizni chalg'itmasdan ishga yoki boshqa narsaga yo'naltirishga o'rganasiz. Shunda dangasalikni yengish ham ancha siz uchun osonroq bo'ladi. Bu mashq borasida yana bir marta aytayapman, uzoq muddatli mashq bu. 3 kundan keyin davroniki mashq ishlamas ekan degan xulosaga kelishingiz juda ham noto'g'ri bo'ladi. Kimgadir 3 kunda ham foyda berishi mumkin avvalambor. Men bu narsani oldindan ayta olmayman, lekin ko'pincha 1 oydan va hokazo vaqt ketadi. 1 oy, 3 oy. Xo'p, demak, shu 3 ta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Kundalik ishlarni ro'yxati va u ishlarni bajarish jarayonida imkon qadar kamroq kuch sarflang. Loyihalar ro'yxati, ya'ni maqsadlar ro'yxati va diqqat e'tiboringizni shug'ullantirishni boshlang. Kuniga 2 minutdan mayda, kichkina qadamlar bilan Alisher Navoiy dangasalikni yengish va shaxsiy samaradorlikni asosiy sirini asrlar oldin aytib o'tgan. Oz o'rganib dono bo'lar, qatra yig'ilib daryo bo'lar. Shuning uchun mayda qadamlar bilan shu yo'lni bosib o'tsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring.